Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Yine biz hozir Xorazm viloyati Shovot tumani Maxtumquli kolxozindamiz. Bu yerda hozir furalar gelib, shu yerda ustaxona nasi boy, shu yerda qurilyapti. Yangiliklardan biri. Keyin bunda hostel, yotoqxona gelib, shu yerda dam oladilar, furachilar berlayina. Fonina betonlashtirib, asfalt betondan quyildi yine. Dahshat etib yine. Yurtturganlarınızda. Yaldıratib. Bunda girevergen yeri, ofisi. Bunda da ortaya beton geladi. Çotki kaçtığını şu betondan quyilib, yine katta meydan qilib uzatilib turibdi. Bu yanda bir 200 kilometre yürüysiz. Jahon bozori bor bu yanda. Tamojniy taraf. Daşoğuz, Özbekistan tamojnisi bu yana. Günahım bu teatr çırayla bo'lib, asfaltı yo'l ham o'tiribdi bu yerda. Negen Jahon bozorinami? Jahon bozorining ichini chiqardi birtilar ekan. Ko'rsatdi. Ya bu yer yine Xudo xolasa Jahon bozorining içini chiqarishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha inshaalloh. Yine bu furalar gelib duradon, hem garajı hem ustaxonasi bu yanda yine katta o'ta. Balandligi bir 10 metrdan ziyod yine. Katta qilib yasaldi yine. Darvozalari yine yurtturganlaringizda o'ta ulli. Yon-yondan darvozalari bor yine. Onu betonlashtirib, yine dahshat qatishli beton qilib turibdi bu yerlar yine. Konkret etib yine. Xudo xolasa bitsa adam mesela ustachilik etishi mumkin shu yerda. Furalarni ustachiligi yine. Yurtturganlaringiz. İçleri ketdi yine. Yani namazı göremiz. Yani yine meydanlık. Hostel. 2 etaş. Yurtturganlaringiz deyim. Katta qilib yasaldi. Darvozalar yine. 1, 2, 3 katta darvozasi bu yandan 1, 2, 3, 4 darvoza yine. Ulatib yasalgan. Onlar yine betondan quyilib dahshat etib yine qalin etib quyilib turibdi yine. Bu yangilik, ajoyib yangilik bu. Yine içi baland yine. Neyse bir. Yurtturganlaringizda. Bu yerlar ham yine baland qilib yasalib turibdi yine. Sotki qolma. Bu yerlar endi suv keladi on salmalar yine. Folya bu yerlarda furalar orqadan gelib ketib yurishi kerak. Shuning uchun da shunday yasalib turibdi. Yurtturganlaringiz katta meydan bering. Katta meydana joylashgan. Metr bilinmas. Kilometr gektar yerga joylashgan bu. Gektar yer. O'ta. Furalar shundan keladi ekan bu yerdan. Gelib ishoni o'tadilar. Balkim skalat ham bo'lishi mumkin bu yerda. Biri skalat, biri ustaxona shunday bo'lishi kerak-da. Xolodilnik deymilar uni. Furada meva, chiva har xil vajlar keladi. Shu vajlar turadigan yer. Yurtturganlaringiz deymiz. Ondan yine sizdan neler. Beton beyde quyilib yotdi. Bunda yine sentralniy yo'l yine. Mashinalar o'tib bo'yatdi yine. Sentralniy yo'l ham asfalt o'tiribdi bu yerda. Yurtturganlaringiz. Yine ajoyib qilib
Yasalıp durdu. Mesela bunu köprak dostlarınıza, kardeş doğallarınız, güruhlarına tarqatıb qoyamız dostlar. Görüp bahramat boladılar dostlar. Yine şimdi. Xuda xalasa Cahan bazarına inşallah içine görsətişə hərəkət qılamız keyingi videolarımızda dostlar. Kanalda yangi bolsanız abunə olub qoyun. Bir like'larına basıp köprak qardaş doğanlarınızı Telegram, Imo güruhlarına tarqatıb qoyamız dostlar. Sizə etibarlarınız üçün kətdəkan rəhmət dostlar.